20 ming AQSh dollari xarajat qilingan pasportni hozir men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Faqat iltimosim, bu pasportni ichini ko'rsataman. Havas bilan yashash kerak, hasad bilan emas. Addushi bitta like bosib, inshaalloh yaxshi niyat qilib qo'yasiz. Aka, mana shu pulingizni olib qo'yasiz. Bu уже tikilgan pullar, ichida qanaqa vizalar bor. Bu pasportni o'zi biza Amerikagacha ko'tarish uchun 1 yil oldin boshlaganmiz. O'tgan yili iyunda boshlagan bo'lsak, bizga kelguncha pasportda ikkita Schengen vizasi bor edi, boshqa viza yo'q edi. Yo'q. Bor edimi? Viza yo'q edi sizga kelganda umuman. Ikkita отказ bilan kelgan. Ikkita отказ. Ikkita Schengen отказi bilan kelib, pasport pusto edi deyarli, Rossiyaga kirdi chiqdi qilingan, Turkiyalar boradi-yu, biza o'tgan yili iyunda boshlagan bo'lsak, mana bugun bir 10 oy o'tgan bo'lsa, 10 oy ichida nimalar qilganmiz hozir ko'rsataman. Demak, farzandlarni yaqinda mana farzandlar tug'ildi. Ushlab turasiz farzandlaringiz pasportlarini. Xo'p, yaqinroqdan olib kelasiz. 2019-yil pasport olingan Samarqandlik akamizga tegishli. 2019-yil pasport olingan. Pasportda mana Rossiyaga borib kelingan pechatlar bor. Domodedovo bor, misol uchun Domodedovo bor ekan, Rossiyaga borib kelingan. UAE Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Rossiyaga borib kelingan. Demak, Turkiya bor, Vnukovo yana Rossiya bor. Demak, ketdik. Xo'p, UAE bor, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya bor, buni ushlab turing ekan. Tak, mana biza birinchi vizani olib beryapmiz akamizga. 25-may ekan, uzr adashdim, iyun emas, 25-mayda biz birinchi vizani olib beryapmiz. 10 kunlik single viza, Yevropani Germaniya vizasini olib beryapmiz. 10 kunlik single viza, kim bilmasa, Germaniya vizasi bilan 29 ta Schengen davlatiga, ya'ni Yevropa davlatlariga aylanib yursa bo'ladi. Mana Germaniyani olib berib, akamiz demak, Germaniyadan kirib, Germaniyadan chiqqan. Myunxendan kirib, Myunxendan chiqqan. Mana pechatlari. Undan keyin biza Yaponiyani vizasini olib beryapmiz. 3 oylik single viza Yaponiyani olib beryapmiz 2024-yil iyun oyida oilaviy Yaponiyaga borib kelingan. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Oilaviy borib kelingan. Keyinchalik tushuntirib beraman, nimaga Yaponiya, nimaga Schengen strategiyasini tushuntirib beraman, faqat haddushi podдержка. Tailandga borib kelingan keyin, demak 2024-yil yanvar oyida Tailandga borib kelinyapti, yaqinda. Tailanddan keyin bu ham Tailand и Istanbul, Turkiyaga borib kelingan. Xo'p, mana bizda sveji bugun Yaponiyani vizasini olyapmiz 15 kunlik 11-iyulgacha. Ya'ni 3-4 kun oldin viza chiqilgan, biz endi reklamasini olyapmiz. 15 kunlik koridor bilan 3 oylik viza berilgan Yaponiyaga. Xudo xohlasa borib keladilar. Biza Schengenlardan keyin mana Angliya vizasini olib berganmiz. 6 oylik Angliyani multi vizasi 20-yanvarda уже borib kelingan. Viza 16-yanvarda chiqilgan, 6 oylik viza 16-yanvardan 16-iyulgacha amal qilinadi. Hozircha hali bu viza aktiv. Biza shunaqa strategiya qilganmizki, Angliyadan ko'rib turgan bo'lsangiz, Irlandiya, Dublin aeroport mana. Dublinga kirib, aka dedim, men bilaman, shu Angliya vizasi bilan Dublinga kirib bo'ladi, faqat Londondan uchilsa, men Dublinga ham kirib, mana shu pechatni olish bizning maqsadimiz edi. Viza tarixini bu yanada boyittiradi. Amerika sari qadam proyektimizda biz har bitta detallariga e'tibor beramiz. Inshaalloh sizlar ham bizga mijoz bo'lsalaringiz, sekin-sekin ko'taramiz. Demak, yaqinda Braziliyani 1 yillik vizasi chiqdi. Mana viza, demak, chislolar bilan ko'rsataman, o'z ma'lumotlarni yashiraylik. O'z mana 3-mart 2025-yil viza berilyapti. 2-mart 2026-yilga viza amal qilinadi. Hozircha hali borilgan emas. Viza amal qilish muddati 1 yil, multi viza bo'ladi. Multi degani bir necha marta kirdi chiqdi qilsa bo'ladi. Biz nima qildik? Undan keyin mana yana bitta Schengen single viza olib berdik. Bu 2025-yilda olingan viza, ya'ni 2025-yil mana 18-yanvarda Frankfurt orqali kirilgan, 20-yanvarda Fransiya orqali chiqib Angliyaga kirilgan. Xuddi shunday. Buni olganimizning maqsadi biza Schengen vizani olib Angliyaga svyazka qilish uchun olib berganmiz. Mana UAEga ham kirdi chiqdi qilingan, Birlashgan Arab Amirliklariga. Keyin bizda nima bor? Qolgan joylari pustoy pasportni ko'rib kelgan bo'lsangiz, qolgan joylari pustoy. O'zbekistonga kirdi chiqdilari bor, u yog'i O'zbekistonlik.
Qozog'istonga ham kirdi chiqdi qilingan. Xuddi shunaqa. Xo'p, mana bu pasportimiz turmush o'rtoqlari Mehroj akani pasportlari. Mehroj aka bizga murojaat qilganlarida may ekan. Mana maydan boshlagan bo'lsak, aka hozir 11 oy bo'libdi, ozgina xato qilibman. 11 oy ichida mana shu rezultatlarimiz. Xuddi shu vizalar ayollarda ham bor, birga borib kelgan. Xuddi shunday. 20 ming AQSh dollar xarajat qilingan bo'lsa, aka mana birinchi savol. Endi boshda odamda bo'ladi-yu, baribir internetda bular katta gapiradi, har xil oldi qochdi gaplar bo'ladi. Endi hamma vizachi har xil. Mana aka xizmatimizga nima deysiz? Xizmatingizga shu har doim aytganimizdek, juda ham xizmatingiz a'lo darajada, komandangiz juda ham professional. Har bir ishini bilib qilishadi komandangiz. Shu sizlar bilan hamkorlik qilganimizdan har doim xursandmiz. O'zimiz boya aytganimdek, o'zimiz birinchi marta Schengen vizaga dokument taxlaganmiz. O'sha yerda ayrim xato va kamchiliklar va bilimimiz bo'lmaganligi sababli 2 marta o'tkazib olganmiz. Shundan keyin sizga ishonib topshirdik. Mana bizga kelganlardan keyin hozir 6 ta stiker paydo bo'libdi pasportda. Bu zo'r natija. Yana bitta narsa esimizdan chiqdi, Afrika. Janubiy Afrika vizasini, 3 oylik vizasini ham biz oldik. Bugun viza tasdiqlandi. Xudo xohlasa pasport endi Turkiyani Anqara shahriga yuboriladi. Janubiy Afrika vizasini olamiz. Janubiy Afrika vizasi bu pasportni yanada boyittiradi. Kim bilmasa, kelajakda bilib qo'ysin. Mana bu sekretlarni, nozik sekretlarni hamma joyda aytmaymiz. Globusda faqat maxsus kanallarda aytamiz. Shuning uchun Globusga obuna bo'lib, poddershka qilish esdan chiqmasin. Janubiy Afrika vizasini oldik. Xudo xohlasa yaqinda olamiz. Undan keyin mana bizda hozir ikkita qadamimiz qoldi. Kanada, Amerika. Amerikada. Birin-ketin ikkita qadam qo'ysak, shu bilan pasport tayyor. Akamiz Amerikaga borib ham qolib ketmaydi. Bordi keldi qilib o'sha Samarqandda shunaqa tushuncha bor-u, Amerikaga borib keldingmi, tashlab keldingmi deydi-yu. Shunaqalardan akamiz, inshaalloh aka. Nasib qilsin. Kim hozir boshlamoqchi bo'lsa yoki kim kelajakda boshlayman desa, bilib qo'ysin, mana shu qadamlardan birin-ketin o'tiladi. Menimcha o'sha Meksikaga borguncha bir martada o'sha sekin-sekin dunyoni ko'rib pul tikish mana shu yaxshiroq pasport. Yaxshiroq albatta. Bir 20 ming atrofida ketdi. Plus minus oilaviy sayohatlarimizga shu kungacha 20 ming atrofida xarajat bo'ldi. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin. Yana nima deymiz? Shu o'zi avvalambor shu tagini aytsak, menga qolsa butun o'zbeklarga hamma davlatlar vizasiz bo'lsin. Mayli men nonsiz qolib ketsam, men o'zi programmistman, boshqa yo'llarimni topib ketaman. Afsuski bu narsaning iloji yo'q, biz bilamiz. Nabarot viza olish kundan kunga qiyinlashyapti. To'g'ri strategiya qilinmasa, to'g'ri vaqtda to'g'ri instrument ishlatilmasa, vizadan atkaz olish ko'paygan. Mana bugun ham 4 ta 5 ta vizalarimiz chiqqan bo'lsa, bugunda ham o'sha ular avval o'zlari topshirgan, o'zlari topshirib atkaz olgan, bizga murojaat qilyapti, biz analiz qilyapmiz hujjatlarni. To'g'ri yig'ilmagan hujjatlar, bir ikkita sabablarni qilyapmiz. Mana Alloh bizni sababchi qilyapti, o'shalarning ham vizasi chiqqan. Ya'ni viza kundan kunga qiyinlashayotgan bir paytda to'g'ri insonni topib, ozgina pulga qizg'anib atkaz olguncha to'g'ri insonni topib, pulni berib, o'sha vizalarni olib rezultat qilish ma'qulroq deb o'ylayman. Albatta. Baribir har bir ishni o'zini ustasi qilgan yaxshi. Bu maqtanishga kirmaydi bu. Umuman o'zimni maqtamayman, chunki klientlar xudoga shukr yaxshi bor. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Akamiz misol uchun neft sohasida bizneslar bo'lsa, neft sohani bu yoq bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Uchun har bir inson o'zini sohasini qilgani ma'quldir. Bugun anaqa maslahatingiz bo'yicha biz Turkmanistonga bormoqchi bo'lganimda ham analiz qilganingizda o'shani ham aytib o'tish kerak. Masalan, men o'zim biznes forumga bormoqchi edim. Siz analiz qilib aytdingiz, что kelajakda bizga minus tegishi mumkin. Mana viza sohasida yurganlar biladi. Mana Turkmanistonga borish planlari bor ekan. Shu oyning oxirida biznes forum bo'layotgan ekan. Endi men ozmoz o'sha geopolitics deydi, geografik politikani ozgina o'rganamizda, o'sha paytda biz ko'ryapmiz Amerikani o'sha qaysi davlatlar vizasini olsa ertaga Amerikaga ta'sir qilish ehtimoli borligini ko'rib turib, men Turkmaniston o'sha sariq zonada ekan, aka hozircha bormang. Kelajakda balkim o'sha boshqa forumlar bo'lsa yana borasiz deganda akamiz bilan maslahatlashdik. Bo'ldi, Zafar aka gap yo'q. Hozircha bormaymiz deb o'sha maqsadimiz o'sha Amerikani olib, xudo xolasa bordi keldini to'xtatmaslik. Shuning uchun Turkmanistonga hozir borilmaydi. Ta'sir qilish imkoniyati borligi uchun. Mehroj aka yana nima deymiz xalqqa? Xalqqa nima deymiz? Shu hammaga viza olib butun dunyoni kezishini maslahat beramiz aka. Katta rahmat. Savollar bo'lsa kommentariyada albatta qoldiringlar. Men birin-ketin hamma savollarga javob beraman. Kimda qanaqadir narsadan tushunmovchilik bo'lsa yoki-da men hozir pastda bizani Telegram kanallarimiz, Instagram kanallarimizni qo'yaman.
o'sha yerga obuna bo'lib, Instagramlarda, Telegramlarda faol bo'lib yozsalaringiz, xudo xolasa birin-ketin o'rganib javob beramiz. Hammaga rahmat, inshaalloh havas bilan yashaylik. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.